Hop, Hojibuva, atingiz nima edi? Nasrulloh. Nasrulloh aka, salomatmisiz, bardamsiz. Rahmating chiqani. Hop, mana bu qizlaringiz men Makka da yursam, assalomu alaykum. Menga xat yozishib, shu men dadamni nomiga Makkada bir xurmo ektirman Madinada deyishdi. Sizning nomingizga o'sha Madinada bir xurmo Madina Munavvarada ekildi. O'zim qo'lim bilan ekdim. Rahmat. Alloh taolo qabul qilsin. Alloh razı olsun. Shunaqa chiroyli tarbiya qilgan ekansiz farzandlarni, chiroyli yaxshi qilgan ekansiz. Uni hozir o'zingizga ko'rsatib beraman videosini. O'sha qanaqa qilib ekilgan, qanaqa qo'lim bilan ekdim ona. Rahmat. Alloh razı olsun. Alloh muborak qilsin. Alloh muborak qilsin. Alloh muborak Rahmat. qilsin. Mana bu o'sha sertifikati sizning nomingizda Madinada bitta xurmo bor. Alloh taolo shu chiroyli tarbiya qilgan ekansiz bu qizlarni. Rahmat. Ancha o'sha o'g'il bolalar qilolmaydi bunaqa ishlarni. Xudo olsin farzandlarga. Alloh razı olsun. Alloh qabul qilsin, kam bo'lmaylar. Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham aziz qilsin. O'sha Baytullohga borganda Xudo olsin nasib qilsa borib o'zingiz ko'rib ham kelasiz, Xudo olsin. Rahmat. Alloh taolo bolalardan, bulardan bolalardan ko'rsin. Alloh razı olsun. Hop, ko'rsataymi o'zingizga, qo'yib beraymi? O'zingizga qo'yib beraman, keling. Qanaqa qilib ekishganini Rahmat. o'zingizga ham ko'rsatib beraman. Hozir biz Egamberdiyev Nasrulloh Turg'unboy o'g'li, shu kishiga qizlari Nasibaxon, Nigoraxon, Sevaraxon va O'g'ilxon degan bor ekan. Qizlari 4 ta qiz ekan va A'zamxon degan o'g'lining nomidan ekan, 4 kishining nomidan. Mana shu xurmoni hozir ekyapmiz. Avvalgilarini ham ekilgan. Xudo xolisa qani. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh qabul qilsin bularni vaqfini. Mana Xudo xolisa. Qani ketmon ham ajoyib ekan ketmon. Mashallah. Qani men o'zim bir qo'lim bilan. Qani Bismillahirrohmanirrohim. Qani men bir qo'lim bilan. Shuni solaymi? Xolos. Ekmin tura. Tura qo'y bir. Xolos. Ekmin. Ne xolos ne. Ha, jindak. Ha, kichkina ekan bu, joy kichkina ekan. Sal katta etraylik deyapti. Joy kichikroq bo'lyapti ekan. Sal tomirda o'rnini katta ettirmasak bo'lmaydi deydi. Bu qancha vaqtlik xurmo bo'ldi bu? Qancha yoshdagi bu? Bir yoshmi bu? Bismillahirrohmanirrohim. Fi sabilillah taala. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Mana sen tugatib qol. Alloh qabul. Bular endi hozir qolganini qilib suvlarni qo'yishadi. Suv quyilganlarni bir ko'raylik. Mana bu yerda tayyor bo'lgan. Ekkandan keyin mana suvlarni qo'yib, chekalarni, shaxlarni kesib qo'yishar ekan. Tutib ketishi oson bo'lishi uchun. Bizda ham ko'chatlarda ekilgandan keyin bilasizlar, hali shaxlarni kesib qo'yardi. Tezroq tutib ketadi. Mana bu o'sha suv quyilgan ekan, ekilib avvalgilar. Mana o'sha Egamberdiyev Nasrulloh Turg'unboy o'g'liga farzandlari nomidan ekilayotgan xurmo vaqf bog'iga mana o'zimiz bunga guvoh bo'ldik. Hozir suv quyadimi bunga? Suvni hozir olib kelib ular. Suv olib kelib qo'yar ekan inshaalloh. Mashallah. Idishda olib kelib suvlar quyishar ekan bular. Mashallah. Shu qarigan bog'larni yangilayapti ekanda. Vaqfni yerida bu yer vaqf yeri. Bizga mana Umar akam yordam beryaptilar. Mashallah. Albatta vaqfda endi bu Alloh uchun qilingan ekan, vaqf joylarga bo'ladi. Tushgan foydani ijarani shu xayri ehson qiladi. Xayri ehsonlarga ishlaydi. Shunaqa bir yetim yesirlarga, boshqalarga xayri ehsonga ishlaydi. Mashallah. Bismillah taala. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo barakot bersin. Alloh qabul qilsin ehsonlarni. Demak birodarlar, bu Alloh taoloning fazli inoyati. Demak birodarlar, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib guvoh bo'ldik. Inshaalloh Alloh taolo bardavom qilsin. Ehsonlarni Alloh qabul qilsin.